Hammalarga salom, sizlar bilan yana Kixon. Bugungi video klanga qanday qo'shilish va unga qo'shilish shartlari haqida bo'ladi. Videoni boshlashimizdan oldin shu videoga bitta like bosib, kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Xo'p, shartlarga keladigan bo'lsak, klanga qo'shilishda 4 donagina shartlari bor. Birinchisi meni YouTube kanalimga obuna bo'lasiz. Ikkinchisi ikkita xuddi shunaqa bizniki bilan bir xil qilib o'zgartirasiz. Keyin uchinchisi kedingiz kamida 5 dan baland bo'lishi kerak. Va oxirgi to'rtinchisi esa yosh cheklovi klanda hozircha 2009. Hamma shartni bajarib bo'lganlardan keyin sizlar menga durza tashlaysizlar. Durza tashlaganda yozadigan joyiga klanga deb yozib ketishinglar kerak. O'shanda durzadan qabul qilib, pryamoy klanga o'tkazib yuborishim mumkin. Xo'p, klanga qo'shilgandan keyin sizlar men bilan streamlarda birga o'ynashinglar mumkin. Keyin kandidlarda qatnashishinglar mumkin. Keyin agar o'yinlar normalniy bo'ladigan bo'lsa, men PUBG'ning ofitsial turnirlariga qatnashaman. O'sha o'zim komandamga olishim mumkin. Ularning hammasini o'yinlariga qarab turib, keyin o'zim baholab, sekin-sekin chertib tanlab olaman.